Sonday birov to'g'riliqni tek ulu adamlar g'ana ustana oladi. O'tkanda to'g'riliq odatdagidan bas tortuv. Boshqacha aytganda Alloh taolaning oldida adal to'g'ri yurakdan turish uchun dinga qattiq yo'q narsalardan bas tortuv degan. Bizda bemalol aroq sharobni qo'yib, endi buni qo'ymasak uyat bo'ladi deb o'tiradi. Kimdan uyat bo'ladi? Kimdan uyat bo'ladi? Namoz o'qima uyat emas, ro'za tutma uyat emas, meshitga kelma uyat emas-da, biroq dasturxonga aroq qo'yma uyat bo'lib, uning ar-namusi uyati shunday bir kuchliligini ko'rsatma, jo'q astag'firulloh. To'g'riliqda turu degan Alloh subhanahu va taolo buyurgan amalda turu degan narsa. Hozir misol bizda ko'pchilik ota-ona yosh yigitlar tushunmaydi. Atasan, anasan qo'yingiz, mana islomiy to'y o'tkazaylik, biz musulmonmiz qo'y. Mana aroq sharobsiz o'tkazaylik desa, sen vahobiysin deydi sirazu. Sirazu aytadi. Sen vahobiy, sen boshqa sektaga kirib ketasan. Sen qanday sektaga kirding, ey aynalayın? Senin qaysi ata-babang aroq bilan to'y o'tkazgan edi? Senin qaysi ata-babang birining qatinin biri quchoqlab olib, sekingda o'ynagan edi? Senin qaysi ata-babang o'liksa bo'lib turib aroqni ichib yotgan edi? Balkim mana vastaqim maqta turu degan narsa shariatda bor narsaga turu. Shariatdan yo'q narsani qaytarib kerak. Aroq bu ol harom. Sol aroq qancha ayolni jesir qildi, balani jetim qildi, qancha azamatning so'rini quritdi. Qancha azamat sol aroqning arkasından o'ldi. O'lib atar, o'ledi. Onu obro'li odamlar o'zincha ishib oladi-da, yetdi-da, palanchining bolasini bilasizmi dedi. Boshqa sektaga kirib ketdi. Qo'y, qanday sektaga kirib ketdi? O, vobshe ol. Nega? Ey, to'y qilib atar, aroq qo'ymayman dedi, qo'y, aroq qo'ymayman dedi. Mana ularning jeliyi bo'ldi. Boshqa sektaga kirib ketgan. O, ananing qizi, o boshqa sektaga kirib ketgan. Nega? Tumshani o'ranib ol, bizning oldimizda o'tirmaydi. Endi sening oldingda o'tirsin. Ishdan shashib olib, o'mrog'ini ashib olib, sonda sening sektang bo'ladimi? Kimning sektasi o? Aje bo'lgan kishi shashini qirqib olib, og'zini barini bo'yab o'tirsa, ol sening ademi sektang bo'l. Kechagi bizning ota-bobolarimiz qanday bo'ldi? Bizning ajelarimiz, aqjavliqda analarimiz qanday bo'lgan bizning? Mana olsa bayag'ida temir yo'l ko'chasi bo'ladi. Shu ko'chada turadigan yigitlar bo'lsa biladi. Arzaqiya degan bizning apamiz bo'lgan. Arzaqiya degan apamiz. Men shunda 8-klassda o'qiyman. Men yosh bolaman. Ana Arzaqiya degan apamiz bir 73 emas sonday ulkan apayat. Barib amandasатын bo'lsak, o kishi uzun ko'ylak kiyatında, sonda mana qo'lni ustatmaydi qo'y. Ana jengning uchini ustatadi. Qarang. Sonda ajelet ko'rgesizlar, ha? Mana bizning ko'pchiligimiz ko'rganmiz. Bizning oldingi apalarimiz sonda bo'lgan. Hozir betin suyib, sorib Estağfurullah. Ha bizning ajelerimiz qanday bo'lgan, ha? O ushun, ana bo'lmasa men jas bolaman ashiyinchi. Vastaqim, maqta ustav, maqta turu. Alloh buyurgan amalda qattiq turu kerak. Alloh qaytargan narsani qaytov kerak. Aroq va harom qaytov kerak. Ayol kishilarga o'ramal farz bo'l. Ayol kishilarga o'ramal farz ayn. Ayol kishilarga. Siz bilan bizning ayollarimizga, qizlarimizga o'ramal bo'l farz. Onlar bizning analarimiz bitib qapqara kiyim bergan bizning. Bo'pti, appak kiyinib, appak kiyim yurib, keng bo'lsin. Biroq bizning ajelarimizni hech kim ayta olmaydi, o'mrog'i ashiq yurgan deb. Aynısa qozoqning, ya'ni ishindagi bizning kiyim-eshak shariat belgilagan eng adami kiyimning biri. Boshqa ayollarning ana o kiyimlarning hijoblarida buni mo'yinlar ashiq qoladi mo'yinlar. Bizda kiyim-eshakda o'mir mo'yin ashilmaydi. Albatta bu javlu, masalan, tajiklar, farslar paranchini olgan, arablar qora kiyimni olgan, bizning yelning odamlari esa kiyim-eshak bilan yurgan. Ularning hech qanday bir jengdari ashiq bo'lgan emas, mo'yinlari ashiq bo'lgan emas. Sebebi ular shariatda bizdan o'ta yaxshi biletin bo'lgan. Asim qari degan qari bo'lgan. Soning uyine bizning akamning shishasi Malika degan ajamiz barsa,
Жаңағы мынандай кішкентай орамал орап алған екен. Мынандай кішкентай орамал, соны шашы да көрінбейді, басы да көрінбейді. Сонда біздің әжеміз Мәлике апамыз айтқан екен, асым қары, қазаққа бір шариат, өзбекке бір шариат па дегенде, неге десе, әйел кісінің бір тал шашы көрінетін болса, оған тозақ уачып болады деген. Не мына әйеліңіз әлі шашын көрсетіп жүр деген уақытында асым қары сөйлей алмай қалған екен, қараң. Себебі біздің әжелеріміздің, сол апаларымыздың мына жерден болса, беті ғана көрінген. Кимешек